Mutolaa vaqtida ustiga kitob qo'yib o'qiladigan maxsus kursi nima deyiladi? Anu. O'sha. Lax. Lav. To'g'ri. Voy, ko'tar. Xato javob berasiz. Umuman javob bermaysiz. Sen javob bera qolma, ko'tarib tura qol, ya. Amerika tuyaqushi qanday nomlanadi? Strausmi? O'shami? Emas. Flamingo. Flamingo. Yo'q, u ham emas. Nandu deb nomlanadi. Nima? Nandu. Nandu. Seni bugun ko'rishim kerak, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Muhammad Yusuf she'ri. Qaysi? Mas, unaqa. Ashula. Erkin Vohidov. To'g'ri aytdik, bo'ldi, to'g'ri. Ikkalamiz aytdik lekin. Jinoiy jazodan ozod etish yoki belgilangan jazoni yengillashtirish nima deyiladi? Amnistiya. Amnistiya, to'g'ri. Amnistiya o'zi? Amnistiya. Ambitsiya bo'lmaydi, amnistiya. O'zbek tilshunosligida nechta tinish belgi bor? 4 ta. Yo'q. 8 ta. 9 ta. Bitta. Keturmi? 10 ta. 10 ta ekan. 10 ta, to'g'ri. Men bir aytdim. Men bir aytdim. Ya men ham sразу aytdim. Men ham sразу aytdim. Voy, menda 6 ta. Ko'k va qizil rangni qo'shsa qaysi rang Sariq. hosil bo'ladi? To'xta, ko'k, qizil. Yashil, fioletoviy bo'ladi. PPS. Siyoh rang, to'g'ri.